Assalomu alaykum everybody. Bugun sizlar bilan IELTS speakingda ko'pchilik qiladigan eng ko'p 3 ta xatoni ko'rib chiqamiz. Va videoni oxirida sizlarga bitta fakt aytib o'tib ketaman. Tayyor bo'lsangiz boshladik. Bundan oldin videoga like bosing, menga obuna bo'ling agar obuna bo'lmagan bo'lsangiz va videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa do'stlaringizga jo'natib qo'yishni esdan chiqarmang. Unday bo'lsa boshladik. IELTS speakingda eng ko'p 3 ta qilinadigan xato bu birinchisi qisqa javob berish. Ya'ni nima degan qisqa javob berish? Bitta savol berilganda sizlar yes yoki no bilan cheklanib qolasizlar. Ko'pchilik shunday qiladi va IELTS speakingda bali past chiqadi. Buning uchun nima qilish kerak? To'liqroq va kengroq fikringizni ifoda qilishingiz kerak. Misol uchun sizlarga savol berildi. Do you like reading? Noto'g'ri javob yes yoki no bilan cheklanib qolishingiz bo'ladi. U noto'g'ri javob bo'ladi. To'g'ri javob esa yes, I love reading because it helps me relax and learn new things bo'ladi. Buning uchun nima qilish kerak? Kengroq va to'liqroq fikrlash uchun oldin o'zbek tilida kengroq va to'liqroq fikrlashingiz kerak. Bitta savolga o'zbekchada to'liq javob bera olsangiz, ingliz tilida ham xuddi shunday to'liq javob bera olasiz. Endi esa ikkinchi xatoga o'tamiz. Juda tez gapirish va chalkashib ketish, so'zlarni, gaplarni chalkashtirib, o'rnini almashtirish, tashlash. Buning uchun nima qilish kerak? So'zlarni, gapirayotgan gapingizni sezilarli darajada sekin va aniqroq gapirishga harakat qiling. Bu sizga ishonch hissini beradi. Uchinchi xato esa qiyin so'zlarni noto'g'ri talaffuz qilishdir. Shuning uchun yangi so'zlarni yodlayotgan paytingizda ko'proq talaffuzga e'tibor bering. Yaxshi talaffuz IELTS speakingda ko'proq ball olish uchun imkoniyatdir. Endi esa sizlarga qiziqarli faktni aytib o'tib ketaman. IELTS speakingda mukammal talaffuz ballning 25% ni tashkil qiladi. Shuning uchun talaffuzni yaxshilashga harakat qiling va e'tiborni ko'proq speakingga qarating. Ertaga IELTS olganingizdan so'ng ham sizlarga ko'proq muloqot uchun speaking kerak bo'ladi. Videomiz foydali bo'lgan bo'lsa like bosing va menga obuna bo'lib qo'yishni unutmang agar obuna bo'lmagan bo'lsangiz.